Assalomu alaykum. Bugun uy sharoitida qo'l bola qilib qozon kabob qilishni ko'rib chiqamiz. Uyimizda 6 kishi, shunga mo'ljallab turib qozon kabob qilamiz. Taxminan 2 kilo go'sht va 20 ta kartoshka artib olindi. Kartoshkani artib olgandan keyin albatta uni suvga solib qo'yishingiz kerak. Kraxmali chiqib ketmasa, qovurayotgan paytda judayam tez qorayib ketadi va xunuk chiqib qoladi. Suvga solgandan keyin qovurishdan oldin albatta uni olib, mana shunaqa man chochuvga ko'pincha terib chiqaman. Sababi suvdan qurigandan keyin qovurayotganimda unaqa sachrayib ketmaydi, judayam chiroyli bo'lib bir xilda qovuriladi. Yog' taxminan 250 gramm taxminan solindi. Man dumba yog'i yoki dumbani solganim yo'q, sababi uyda dumbani yoqtirishmaydi. Hidi kelsa ham bir ko'ngliga qanaqagidir tortib qoladi. Shuning uchun uni solganim yo'q. Qozonimiz ko'rib turibsizlar, judayam kichkina, unaqa katta qozon emas. Shuning uchun qovurayotganda kartoshkani bo'lak-bo'lak qilib turib qovurildi. Masalan, shu 5 ta 5 ta, 6 ta 6 ta qilib, shunda bir xilda chiroyli bo'lib chiqadi. Agar hammasini sovuriladigan bo'lsa, to'g'ri qovurishingiz mumkin, lekin bittasi qizargan, bittasi qizarmay qolgan, xunuk bo'lib qoladi. Shuning uchun erinmasdan, shoshmasdan alohida-alohida shu 5 ta 5 ta, 6 ta 6 ta qilib qovurgan yaxshiroq hisoblanadi. Iloji bo'lsa qovurayotganingizda umuman aylantirib yurmanglar hadeb, bitta tarafi qizarib olgandan keyin sekin aylantirib olsanglar, o'shanda titilib ketmaydi va chiroyli chiqadi, bir xilda qovuriladi. Kartoshkani qovurib bo'lgandan keyin uni laganga alohida ajratib olish kerak bo'ladi. Hamma kartoshkani bitta-bittalab erinmasdan qovurib olganimizdan keyin uni albatta tuzlab olishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta tarafi kartoshkalarni qovurib bo'lgandan keyin, u laganga olgandan keyin yog'imiz qizib turibdi. Srazu kartoshkalarni sovurish kerak emas. Iloji bo'lsa yana qizishda davom etishi uchun yana ozgincha vaqt berish kerak. Sababi bu kartoshka sovurganimizdan keyin u soviydi. Sovigandan keyin kartoshkamiz chiroyli bo'lib qizarmaydi. Shuning uchun ozgincha yana qizitib turib, keyin yana kartoshka solamiz. Mana hammasini qizartirib olib, uni laganga solib oldik. Endi buni bitta chiroyli qilib tuzlab olamiz. Endi go'shtni qovurishga o'tamiz. Go'shtimizni qo'y go'shti, koreyka sohasi, iloji bo'lsa qovurayotganimizda buni ham yog'ini yaxshilab qizdirib olib turib, keyin qovurishimiz kerak, bo'lmasam titilib ketadi, xunuk chiqib qoladi. Qozon kabobni odatda qo'y go'shtidan qilgan yaxshi, lekin mol go'shtidan ham qilsa bo'ladi. Imkon topib mol go'shtidan ham qilinadigan vaqt bo'lsa, uni ham alohida videosini qo'yaman. Faqat sal ko'proq qaynatish kerak bo'ladi. Qo'y go'shtining yaxshi tarafi tez pishadi, shuning uchun kamroq qaynatiladi va tezroq ovqatimiz pishadi. Go'shtni ham shunaqa hammasini bittada soladigan bo'lsak, qozonimizga sig'maydi. O'shaning uchun bo'lak-bo'lak qilib turib, ikkita-ikkita, uchta-uchta qilib turib qovuramiz. Xuddi shu kartoshkada qilganimizdek oldin bir tarafini yaxshilab qizartirib olib, keyin ikkinchi tarafini ham o'girib turib qovuramiz. O'shanda go'shtlarimiz ham chiroyli qotib chiqadi. Go'sht qovurayotganda uzoqroq qovuraman, hozir qoraytirib qo'yaman deb hech ham qo'rqmanglar. Bemalol qovuraversanglar bo'laveradi. Endi ba'zilar aytishadi, qorayib ketib qolsa keyin uni pishirish dimlaganda qiyin bo'ladi deb. Yo'q, ozgincha qotib tursa, o'sha dimlagan paytda titilib ketmaydi. O'shaning uchun bemalol qo'rqmasdan yaxshilab qovurib olinglar. Keyin uni bittada o'girib olasizlar, judayam chiroyli chiqadi.
Go'shtimizda xuddi shunaqa kartoshkaga o'xshab olganimizdan keyin ozginchagina vaqt berishimiz kerak. Yog'imiz yanayam yaxshilab qizib olgandan keyin keyingisini solishimiz kerak. Chunki boya aytdim, keyingi solayotgan narsa sovuqroq bo'ladi. Agar go'sht yog'imiz judayam qizimagan bo'lsa, yaxshi qovurilmaydi. Mana hozir eshitishinglar mumkin, go'sht solganimizdan keyin chitirlab yotibdi, bu suvi qolib ketgan. Mana shu suv hammasi chiqib ketgandan keyin solsak, judayam chiroyli bo'lib chiqadi. Xuddi shu tarzda hamma go'shtlarni qovurib olamiz. Qovurib olganimizdan keyin endi go'shtni shu tomoni bor, uni laganga alohida olib turishimiz shart emas. Mana oxirgisini qovurdik. Endi uni ustiga shu eski qovurganlarimizni hammasini terib chiqamiz. Hammasini tergandan keyin iloji bo'lsa ozgincha suv solib dimlash kerak bo'ladi. O'shanda judayam parlanib, titrab ketadigan darajada hil-hil bo'lib turib pishadi. Man shu 2 kilo taxminan go'shtga 250 grammlik stakanda 3 ta stakan soldim. Bu taxminan 750 gramm bo'ladi. Mana suv solgandan keyin tagida qaylasi judayam chiroyli bo'lib ko'rinishni boshladi. Xuddi shunaqa tartibda qaylali bo'lib pishadi, xudo xohlasa. Qaynab chiqqandan keyin tuz solamiz. Tuzni ta'bga ko'ra deyiladi. Endi o'rtacha man 6 kishiga shu mana 2 kilo turib damlanyapti. O'rtacha 25-30 gramm ketadi. Boshida man mana 15 gramm soldim. Bu taxminan 3 qoshiq degani. Keyin yana ta'bga ko'ra yana qo'shib ajratib olinadi. Baland olovda qaynagandan keyin suvlari endi uni qopqog'ini yopib dimlab qo'ysa ham bo'ladi. Dimlaganda 1 soatga dimlab qo'yiladi. Keyin ochib turib kartoshkada teriladi. 1 soatdan keyin mana oldik. Judayam chiroyli bo'lib qaynab turibdi. Ustiga zira solib, endi kartoshkalarni terib chiqsak ham bo'ladi. Kartoshkalarni bunaqa terishdan maqsad parida, hozir yana bitta dimlab qo'yamiz. Kartoshkalar parida yana bitta pishib olishadi. Keyin уже suzishga yaqin bo'lgan paytda judayam chiroyli bo'lib, tezda pishib chiqadi. Bo'lmasam, tagiga terib olinadigan bo'lsa, ba'zi holatlarda pishmay qoladi. Keyin noxushliklar yuzaga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun baribir go'shtimizni yana ozgincha vaqt parlantiramiz. Shuning uchun ustiga terib, birato'la kartoshkalarni ham ozgincha dimlab olsak, kartoshkalarimiz ham chiroyli bo'lib pishadi. Yana 1 soatga ustini yopib turib dimlab qo'yamiz. Shunda kartoshkalar parda pishadi, suvda bo'lmaydi. Unaqa titrab ketmaydi. Xuddi shunaqa qovurganimizdagi qattiq bo'lib turadi. 1 soatdan keyin mana kartoshkalarni alohida qilib ajratib olamiz. Go'shtlarimiz ham judayam chiroyli bo'lib pishgan. Ustiga yana 10 gramm, ya'ni 2 qoshiq tuz soldim. Ta'bga ko'ra deyildi. O'sha bitta ichib ko'rasizlar. Agarda suvda namagi kamroq deb his qiladigan bo'lsanglar qo'shasizlar kimgadir. Shu 3 qoshiq, ya'ni 15 gramm tuzni o'zi ham bir xil payt yetadi. Bizga sal tuz qo'shib yeganimiz uchun odatda bu kamlik qiladi. Shuning uchun yana 2 qoshiq tuz qo'shdim. Endi eng oxirgi etapiga keldik. Endi go'sht ko'tarib olib, kartoshkalarni terib chiqamiz. Kartoshkalarni terganda iloji bo'lsa tagiga eng katta kartoshkalarni tergan yaxshi. Agar eng kichkinalarini tagiga terib qo'yadigan bo'lsangiz, birinchidan judayam tez pishib ketadi ular va o'sha yerda yopishib ketadi, judayam xunuk bo'lib qoladi. A kattalari o'zi shundoq ham pishishi qiyin bo'lgan, o'zi pishib olgan bu. Ustini o'zi birdaniga titilib ketmaydi. Shuning uchun bosib turaveradi. Kattasini terganinglar yaxshiroq hisoblanadi tagiga. Keyin mayda-maydalarini terasizlar. Undan keyin ustiga go'shtni teramiz. Mana go'shtlarni judayam chiroyli qilib terdik. Endi yog'ni o'zini parida bitta chiroyli qilib dimlab olamiz. Iloji bo'lsa bitta piyola suv solvorsanglar, shu suvni o'zi ham pari bitta ko'tarilganda tepadagi mana go'shtlar ham ozgincha jonlanib oladi. Bo'lmasam qotib qolishi mumkin. Ozgincha kimgadir yoqmay qoladi shu holat ham. Past olovda eng pastiga qilib turib, yana taxminan yarim soat dimlab olsanglar, judayam chiroyli, mazali, hammasi qaylalari kartoshkaga singib judayam chiroyli bo'ladi. Mana yarim soatdan keyin endi olamiz. Ko'rib turibsizlar, tagida faqatgina shu yog'ni o'zi qolgan, hech qanaqa suv qolmagan. Suvni hammasi parlanib ketgan. Go'shtlarimiz ham judayam chiroyli bo'lib turibdi, hil-hil bo'lib ketgan. Yog'ni yoqtirmaydiganlarga bo'kib qolgan go'sht bo'lib qolmaydi. Judayam chiroyli, me'yorda ta'bida bo'ladigan narsa bo'ladi. Endi buni bemalol olib, laganga chiroyli qilib suzib, endi yeversak ham bo'ladi. Kartoshkalar ham ko'rayotgan bo'lsanglar, unaqa titrab ketmagan. O'sha tagida yog'ni o'zida kisir-kisir qiladigan darajada bo'lmasa ham, lekin
o'sha yoqadigan usti ozgincha qattiqroq, lekin qovurilgan bo'lib turib pishgan. Hammaga yoqimli ishtaha tilayman. Kelgusida yana qanaqa ovqatlar qilishni iloji bo'lsa kommentariyada yozinglar. Qo'ldan kelgancha qo'l bola usulda uy sharoitida qilishni ko'rib chiqamiz.